Hammaga salom. Bu videoyim 2025-yilning boshida o'zi uchun katta bo'lgan maqsadlarni qo'yib, dekabrning boshida hafsalasi pir bo'lib, nima uchun maqsadlari amalga oshmayotganini tushuna olmayotgan, daftarlarga yozgan maqsadlari umuman amalga oshmayotganidan xafa bo'lib ketayotgan insonlar uchun do'stlar. Mana o'zim ham sizlarning qatoringizda bo'lganman. Mana o'zim ham bu narsalardan foydalanganman va maqsadlarim amalga oshmaganidan har yilning oxirida xafa bo'lib, yig'lab, nimada prichina ekanligini tushuna olmagan insonlardanman do'stlar. Mani va nihoyat natijaga olib kelgan, maqsadlarimni birin-ketar amalga olishga yordamchi bo'lgan 3 ta qadamlar bilan bo'lashaman do'stlar. Men 29 yoshimda ingliz tilini noldan o'rganganman. 9 oy ichida B1+ ya'ni B2 yaqin levelgacha o'rganib, o'zimni xohlagan, bolaligimdan orzu qilgan ishimni qo'lga kiritganman. Men dunyoning eng yirik aviakompaniyasi, eng zo'r aviakompaniyasida stewardessaman do'stlar. Bu meni kichkinaligimdan orzuyim bo'lgan, lekin ingliz tilini bilmasligim, yana qandaydir ko'p tashqi bahonalar meni bu ishga kirishdan har doim to'xtatgan do'stlar. O'zimga bo'lmagan ishonchim meni bu maqsadimni amalga oshirishga hech yo'l qo'yib bermagan do'stlar. Qachonki men o'sha 3 ta sizlar bilan bo'lashmoqchi bo'lgan 3 ta qadamimni qo'llay boshlaganimdan keyin do'stlar, maqsadlarim birin-ketin amalga oshdi va bu narsalar bilan sizlar bilan ham bo'lashni, bu qadamchalarni sizlarga ham aytishni to'g'ri deb topdim do'stlar. Agar sizlar bu videoda qandaydir o'zingizni qiynamasdan, o'zingizni ustingizda ishlamasdan, daftarga yozib turib, uni unutib, kelasi yilda shart etib maqsadim amalga oshadi, shunaqa bo'lishi kerak o'zi deb o'ylaydigan insonlardan bo'lsangiz, bu videoni ko'rmang do'stlar. Bu video o'zini ustida ishlashni, qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, haqiqatdan o'sha maqsadlarini amalga oshirishga harakat qiladigan insonlar uchun do'stlar. Qachonki o'zimiz maqsadlarimiz tomon harakat qilishdan qo'rqmasak, o'zimizni ozgina qiynashdan qo'rqmasak do'stlar, bizning hayotimiz o'zgara boshlaydi. Buni qanchalik erta tushunib yetsak, shunchalik o'zimiz uchun yaxshi do'stlar. Demak, do'stlar, bu videoda qandaydir fikrlarim meni chalkashib ketishi mumkin, so'zlarni qandaydir chalkashtirib yuborishim mumkin. Iltimos, meni не судите, chunki men tayyorgarliksiz, hech qanaqa qandaydir oldindan yozib olgan ssenariysiz shartta videoni yoqdim va gapirishni boshladim. Men hozir Maldiv orollaridaman. Bizni judayam aviakompaniyamiz judayam zo'r otelga joylashtirdi. Balkonimdan shunday Hind okeani ko'rinib turibdi do'stlar. Qachonlardir bunday hayotda yashashni, qachonlardir bunday mehmonxonalarda turishni, qachonlardir Maldiv oroliga kelishni men orzu qilganman do'stlar. Bu narsaga erishishim oson bo'lmadi. Bu narsaga erishishim uchun o'zimni ustimda qattiq ishladim va o'sha sizlar bilan bo'lashmoqchi bo'lgan qadamlarim meni bugun mana shu yerga olib keldi desam ham bo'laveradi do'stlar. Demak, gapni uzoqga cho'zib o'tirmayman. Birinchi qadamimiz o'zimiz bilan kelishib olishimiz. Bu nima degani? Demak, sizning bir maqsadingiz bor. Siz masalan 10 kiloga ozmoqchisiz yoki ingliz tilini o'rganmoqchisiz yoki siz mashina sotib olmoqchisiz. Bu uchun o'zimiz bilan kelishib olishimiz juda muhim. Bu qanday ishlaydi? Hozir tushuntirib beraman. Bilamizki, hammamizga ma'lum motivatsiya bor. Lekin afsuski, motivatsiya bu doimiy narsa emas. Motivatsiya qachondir kimdandir olsak, qachondir kimdadir natijani ko'rsak, bizda ham paydo bo'ladi va vaqt o'tgandan keyin, masalan 2-3 kundan keyin u so'nadi. Yoki 1-2 haftadan keyin u so'nadi. Yoki kimdadir uzoqroq 1 oy bo'lishi mumkin, u so'nadi. Motivatsiya so'nadigan narsa, u har doim bir darajada bo'lmaydi. Motivatsiyani bir darajaga ushlab turadigan, motivatsiyamiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham bizni maqsadga olib keladigan narsa bu intizom. Ya'ni disiplina. Disiplina, intizom ishlashi uchun biz o'zimiz bilan o'zimiz kelishishni bilishimiz kerak. Qanday qilib o'zimiz bilan o'zimiz kelishishimiz mumkin?
Misol qilib aytadigan bo'lsam, men ingliz tilini o'rganishni boshlagan paytim, men xuddi mana shu ishni qo'lga kiritish uchun ingliz tilini o'rgana boshlaganman do'stlar. Menga hech kim garantiya bermagan. Sen ingliz tilini o'rganganingdan keyin mana shu ish seniki deb menga hech kim aytmagan. Men ingliz tilini shunday ko'zimni yumib, mana shu ish uchun boshladim, yaxshi niyat qilib boshladim va men buni tashlamayman deb o'zim bilan o'zim kelishganman. O'zimga o'zim tushuntirganman. Xurshida, har kun ingliz tilini o'rganyapsan, to'g'ri? Vaqting ketyapti, to'g'ri? Lekin sen o'zingni o'zing yaxshilash uchun o'rganyapsan. Sen uchun agar ingliz tilini o'rgansang ham, o'rgangan taqdiringda, masalan, shu ishni ola olmagan taqdiringda ham sen o'sha ingliz tilini bilasan. Sen uchun boshqa eshiklar ochiladi. Sen hayotda o'sha sayohat qilishga qo'rqmaydigan bo'lasan. Senga mana shuncha foyda olib keladi ingliz tili. Sen shu narsani tushunib yetgan, xo'p, mayli shu ishga kira olmabsan. Sen boshqa bir universitetga topshirasan. Boshqa bir ish mutaxassisi bo'lasan. Agar bu narsalar ham o'xshamasa, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, shunday YouTube'ni ochsang, ingliz tilida milliard informatsiyalar bor. Sen shularni tekinga o'rganasan. Любой psixologiya kursi, любой bir kulinariya kursi yoki bir makiyaj kursi ingliz tilida YouTube'da shunday bepulga beriladi. Shunday bepulga olasan, sen shu narsalarni bepulga qilasan, o'zingni hayotingni, o'zingni fikrlashingni o'zgartirasan, sen nima uchun qilayotganingni bilasan deb o'zimga o'zim tushuntirganman. O'zim bilan o'zim kelishib olganman. O'zimga o'zim tushuntirganmanki, bir kunda 1 soat vaqtimni Instagram ko'rishga sarflamayman, bir kunda 1 soat vaqtimni kimlarnidir hayotini kuzatishga sarflamayman, o'zimni hayotimni yaxshilashga sarflayman. 1,5-1 yildan keyin men o'sha boshqa Xurshida bo'laman. Boshqa bir levelda bo'laman. Ozgina bo'lsa ham meni hayot tarzim o'zgaradi shu narsaga deb o'zimga o'zim tushuntirganman. Men charchaganman kimlarnidir Instagramda hayot tarzini ko'rib, ular hayotini o'zgartirganini ko'rib, havas qilishdan charchaganman. Bu meni vaqtim. Sen shu narsaga loyiqsan Xurshida. Vaqtingni kimlarnidir hayotini ko'rib yoki serial ko'rib sarflama. Bir vaqtingni, 1 soatingni o'zing uchun sarfla. Nahot shu darajada o'zingni o'zing yaxshi ko'rmaysan, nahot shu darajada o'zingni o'zing hurmat qilmaysan deb o'zimga o'zim tushuntirganman. Ana o'shandan keyin har safar kitobni shunday qo'limga olganimda, o'qigim kelmay shunday kitobni qaytarib yopmoqchi bo'lgan paytimda o'zimga o'zim aytganman. Xo'p, hozir shu 1 soating Instagram ko'rish bilan o'tadi. Nima olib keladi senga? Senga shu narsa nima olib keladi? Hayotingni yaxshilab beradimi? Biron narsani o'zgartiradimi? Yillaringni sarflashing mumkin. Bu narsani ko'rib. Lekin sen o'zgarmaysan. Mana shu levelda, mana shu hayot tarzida qolasan. Iltimos, o'zing uchun o'zing harakat qil. Kimdir tashqaridan kelib seni hayotingni yaxshilab bermaydi. Kimdir tashqaridan kelib sen uchun ingliz tilini o'rganmaydi. Kimdir sen uchun kelib ozib bermaydi. Kimdir sen uchun kelib yaxshi joyga ishga joylashmaydi. Seni kimdir olib borib yaxshi shaharlarni ko'rsatmaydi. Albatta, agar siz ota-onangiz boy bo'lmasa yoki yana kimlardir bo'lmasa, albatta menda unaqa bo'lmagan, ikkovi ham yo'q. O'shaning uchun o'zimga o'zim tushuntirganman shu narsani. Sen bugun 1,5 soatingni mana shu narsaga sarflaysan. Kelajakda sen o'zing xohlagan levelingga chiqasan Xurshida. Iltimos, hozir kitobni yopma deb o'zim bilan o'zim kelishib olganman. Bu narsani ozishni men yana 3,5 oyda 10 kiloga ham ozganman. Bu narsani ozayotgan paytim ham qo'llaganman va bu narsa shunga ham ishlaydi do'stlar. Har doim kechqurun 6 dan keyin ovqat yemoqchi bo'lgan paytim o'zimga tushuntirganman. Xo'p, hozir ovqat yeysan. Keyin nima o'zgaradi? 5 minutlik qorning to'ygani anaqasi bo'ladi, xolos. Keyin nima bo'ladi? Yana semirasan, yana oynaga borganingda o'zingga yoqmagan insonni ko'rasan. Yana kiyim sotib olmoqchi bo'lganingda razmeringni, o'zing xohlagan narsaning razmerini topa olmaysan. Senga shu narsa kerakmi? O'zingni nahot shu darajada yomon ko'rasan? Semirib ketsang, qanaqadir surunkali kasalliklarga yo'liqishing mumkin. Nahot sen oynada o'zingni hurmat qiladigan, o'zingni yaxshi ko'radigan qizni ko'rishni xohlamaysan deb o'zimga o'zim tushuntirib, har doim 6 dan keyin yemoqchi bo'lganimda shu narsa meni to'xtatgan do'stlar. Sizlar ham o'zinglar bilan avvalambor kelishib olinglar. O'zinglarga tushuntiringlar, ich-ichinglardan tushuntiringlar. Ana o'shanda motivatsiya so'nmaydi. Har safar o'zinglarga tushuntirsanglar, har safar o'zinglarni boshida zo'rlaysizlar. Boshida hech kimning miyasi
o'zgarishlarga tayyor emas do'stlar. Miya har doim oson yo'lni qidiradi. Chunki bu miya, chunki bizning miyamiz bizni himoya qiladi. Qanaqadir o'zgarishlardan, yangiliklardan miya qo'rqadi. O'ylaydiki, hozir menga xavf bo'ladi. Hozir men ko'proq ishlashim kerak degan fikrga keladi va bu narsa bizni o'sishimizga, yangi bir narsani o'rganishimizga to'sqinlik qiladi. Qachonki o'zimizga o'zimiz tushuntirib, nima uchun qilayotganimizni tushuntirib, miyamizga tushuntirib, hozir men shu narsani qilaman, takror va takror qilsanglar do'stlar, motivatsiyalaringiz so'nmaydi. Buni daftarga yozishlaringiz, o'tirib olib o'sha yozgan daftarlaringizni, yozgan narsalaringizni daftardagi o'qishlaringiz yoki xayol surishlaringiz yoki ko'pchilik aytadi, men уже olgan deb o'zinglarni his qilinglar, his qilaveringlar. Agar sizlar o'zinglar bilan o'zinglar kelishmasanglar, o'zinglarni ustilaringizda ishlamasanglar, million varaqni to'ldirib, bir yildan keyin meni ingliz tili levelim C1 bo'ladi deb yozasizlar, lekin ishlamaysizlar uni ustida umuman repetitorga ham bormaysizlar, ingliz tilini o'rganish uchun uyda hech narsa qilmaysizlar, sizlarniki bo'lmaydi. C1 level bo'lmaydi, u osmondan tap etib miyalaringizga tushmaydi. Yokida bo'lmasam hech qanaqa ish boshlamaysizlarda, men kelasi yili biznesmen bo'lib ketaman desanglar, bir biznesni ketidan qo'ymasanglar, bir biznesni borib yo'l yo'rig'ini o'rganmasanglar, biznes ochishga harakat qilmasanglar, biznes osmondan tap etib tushmaydi do'stlar. O'shaning uchun o'zimiz bilan o'zimiz kelishishni o'rganishimiz kerak, o'zimizga o'zimiz tushuntirishimiz kerak. Sen uddalaysan, iltimos hozir shu narsani qilmagin. Hozir 1 yil, 1,5 yil o'zingni ustingda ishlagin. Keyin natijasini ko'rasan deb o'zimizga o'zimiz tushuntirishimiz kerak do'stlar. Ikkinchi qadam do'stlar, realniy maqsadlarni qo'yish. Demak, bu degani nima degani? Masalan, biz tushunib yetamizki, masalan, men o'zim misol qilib aytadigan bo'lsam, meni ingliz tilim o'rganishdan boshlaganimda 0 bo'lgan, umuman 0 bo'lgan. Maktabda o'rganmaganman ham, chunki men maktabda fransuz tilini o'rganganman. Men 0 levelda bo'lganman. Agar o'sha paytda men o'zimga o'zim 3 haftadan keyin men IELTSdan 8 olaman va meni levelim 7,5 bo'ladi degan maqsadni qo'yganimda hafsalam davrim-davno pir bo'lardi do'stlar. Chunki bu narsa realniy emas. Agar 3 hafta ertalabdan kechgacha boshimni kitobdan ko'tarmasdan, yemasdan, ichmasdan, uxlamasdan ingliz tilini o'rganganimda ham unaqa bo'lmaydi do'stlar. Chunki bu realniy maqsad emas. Yoki biz hech qayerda ishlamaymiz, hech qanaqa qo'shimcha daromadimiz yo'q, hech qanaqa kirimimiz yo'q. Biz o'zimizga o'zimiz bir oydan keyin jentira olaman deb maqsad qo'ysak, bu narsa realniy ishlaydigan narsami? Albatta yo'q. Yokida bo'lmasam biz o'zimizga o'zimiz maqsad qo'yamiz. Bir oyning ichida biz 90 kilomiz. Tasavvur qilinglar, 90 kilomiz. Bir oyning ichida men 55 kilo bo'laman deb maqsad qo'yamiz. Lekin uni ustida umuman ishlamaymiz. Sport ham qilmaymiz, hayot tarzimizni o'zgartirmaymiz, ovqatlanishimizni ham o'zgartirmaymiz. Qanday yashagan bo'lsak 90 kiloligimizda shunday yashaymiz. O'zgaradimi biron narsa? O'zgarmaydi. Hatto oshqozon operatsiyasini qilsanglar ham bir oyning ichida 90 kilodan 55 kiloga tushish nerealniy narsa. O'zimizga realniy bo'lgan maqsadlarni qo'yamiz. Masalan, nima degan maqsad? Hozir meni vaznim 90 kilo, to'g'ri. Lekin men bir oydan keyin, Xudo xohlasa, уже 82 kilo bo'laman. Shunga harakat qilaman va shuni ustida ishlayman deb realniy bo'lgan maqsadlarni qo'yamiz do'stlar. Qachonki maqsadlaringiz realniy bo'lsa, o'zingizlar ham shunga ishonasizlar, uni ustida ishlash ham qandaydir oson bo'ladi va kichik-kichik maqsadlarni qo'yasizlar. Masalan, bir oydan keyin 82 kilo. Sizlar o'sha shunga 82 kiloga qarab harakat qilasizlar. Sizlar o'sha 55 kiloni unutdinglar. 82 kiloga erishishim kerak degan harakatni qilasizlar. Sizlar bilasizlarki, u yaqin. Mana shu yerda turibdi. Ozgina harakat qilsanglar erishasizlar. Ich-ichlaringizdan motivatsiya ham so'nmaydi. Harakatni boshlaysizlar. Chunki sizlar o'zingizlarga tushuntirgansizlar nima uchun qilayotganingizni, nimaga harakat qilayotganlaringizni, o'sha sizlarning miyalaringiz biladi. Harakatni biladi. Miya tushunadiki, ha, mana 82 kilo, 8 kilo minus, bu realniy narsa deydi miya. Men deydi shu narsani qilishim mumkin deydi va harakatni boshlaydi. Sizlar bilan birgalikda harakatni boshlaydi. Yokida bo'lmasam ingliz tilini aytsanglar, masalan, hozir meni levelim 0, bir oydan keyin men beginner bo'laman, beginnerga yaqinroq bo'laman, yokida bo'lmasam men bir oydan keyin to be'ni yodlab olaman.
har kim o'zi uchun har xil qo'yishi mumkin. Miya tushunadiki, bu narsa realniy. Miya signal beradi o'sha. Ha, qilsang bo'ladi deydi. Harakatda boshlaymiz, davay deydi. To'g'risi ham-da, bu narsa shunaqa ishlaydi. Bu motivatsiyani so'ndirmaydi. U yoqda o'zingizlar tushuntirib qo'ygansizlar. U yoqda ichki ovozlaringiz, ichki dunyolaringiz biladi nimaga harakat qilyapsizlar. Motivatsiyani so'ndirmaslikka harakat qiladi. Bu yoqda miya tushunadiki, haqiqiy rezultat yaqin. Sizlar chunki 82 kiloni etdinglar. Bir oydan keyin dedinglar. U harakatda boshlaydi. Uje motivatsiya so'nmaydi, uje o'tiradi. Biladiki, realniy, hozir vot harakatda boshlasam deydi. Boraman shunga deydi. Ozgina qoldi deydi. 82 ga borganlaringizdan keyin uje o'zingizlarga bo'lgan ishonch oshadi. Deysiz, men 82 ga tushdim deysiz. Yoki beginnerga chiqib olsanglar, deysiz, men beginnerga kelib oldim deysiz. U yog'iga borish, u yog'iga ham boraman deysiz va o'zingizga yana boshqa bir kichkina bo'lgan maqsadni qo'yasiz. Va shunday qilib qarabsizlarki, 1 yildan keyin uje levellaringiz yaxshi bo'ladi, bitu bo'ladi. Uje sizlar 55 kilo bo'lasizlar. Tushunyapsizlar degan umiddaman. Men to'g'risi qanaqadir jihatdan to'g'ri tushuntira olmayotgan bo'lishim mumkin, lekin bu narsa realniy ishlaydigan narsa, do'stlar. Harakat qilib ko'rishlaringiz kerak bu narsaga. Qachonki, masalan, bitta katta tasavvur qilinglar, endi bu xunuk bir example bo'lishi mumkin. Katta bir, masalan, buqa turibdi. U buqani shunday olib turib yutib olmaysizlar, to'g'rimi? Uni bo'laklarga bo'lasizlar. Sekin-sekin ajratasizlar qatta nimaligini. Keyin sekin-sekin yeyishni boshlaysizlar. Qarabsizlarki, 1 yil ichida har kun o'sha buqani go'shtini qo'rib yeyaversanglar, buqani yeb qo'yasizlar o'sha. Tushundinglar degan umiddaman. To'g'ri, juda ham chiroyli example emas, lekin tushunarli bo'lgan example. Uje sizlar u narsaga sekin-sekinlik bilan erishasizlar. Qadamlar boshlanadi. Sekin-sekin qadamlar boshlanadi va bu narsa miyaga signal beradi. Bu narsa deydi, erishdinglar, 82 ga tushib oldinglar. Signal, miya ishonadi. Deydi, 82 ga tushdim deydi. Men endi deydi, 72 ga tushishim kerak. Tushaman deydi, miya aytadi. U chepuxa 82 ga tushdim-u deydi. Ana shu narsa motivatsiyani ushlab turishga yordam beradi, do'stlar. Qadam bo'lsa, do'stlar, informatsiya yig'ishni boshlash. Bu degani nima degani? Masalan, biz o'zimizga maqsad qo'ydik. Men shu universitetga o'qishga kiraman yoki mana shu xorij kompaniyasiga ishga kiraman deb. Yokida ingliz tilini o'rganaman, yokida ozaman deya. Maqsadlarimiz har xil bo'lishi mumkin, lekin informatsiya yig'ishimiz shart. Bu degani nima degani? Informatsiya nimaga kerak degani? Chunki informatsiya bu sizlarga yordam beradigan narsa, ma'lumot sizlarga yordam beradigan narsa, do'stlar. Buni qayerdan yig'amiz? Mana shu to'g'ri savol. Buni bizni maqsadlarimizni amalga oshirgan insonlardan yig'amiz. Sizlar Amerikani oshishingiz shart emas. Hozir 21-asrdamiz, uje hamma narsa yaratilgan, hamma narsa bizlar uchun bor. Hech kim Amerika ochishi kerak emas. Maqsadlarimiz ham ko'p, 99.9% insonlar o'ziga kimlardir uje amalga oshirgan maqsadlarni qo'yadi. Endi 1% juda kamchilik, u juda ham bir noyob maqsadlarni qo'yadi o'ziga. Elon Muskga o'xshagan insonlar, bizga o'xshagan insonlar bo'lsa, в основном uje boshqa insonlar maqsadlariga erishib bo'lgan maqsadlarini ko'rganimizdan keyin biz ham shunaqa maqsadlarni qo'yamiz. Masalan, kimdir sayohatga chiqishni, kimdir 10 kiloga ozishni, yana kimdir ingliz tilini o'rganishni, farqi yo'q. Maqsadlarimizga kimdir avval bizdan oldin erishgan. Biz o'sha insonlardan informatsiya olishni boshlaymiz. Bizni aytishlaringiz mumkin, meni atrofimda meni maqsadimga erishgan insonlar yo'q deya. Yoki ular menga informatsiya bermaydi deyishlaringiz mumkin. Biz nima qilamiz? 21-asrdamiz. Instagram bor, YouTube bor. Surishtiramiz. Kibrni bir chekkaga olib tashlaymiz, surishtiramiz. Va o'sha olgan informatsiyalarimizni ishlata boshlaymiz. Buni qanday qilib ishlata boshlaymiz? Masalan, bizga aytishdi, oddiy qilib aytadigan bo'lsam, men bu kitobni o'rganganimdan keyin meni ingliz tili levelim bunga chiqdi deyishdi. Biz o'sha kitobni oldik. Biz harakat qildik. Hamma joyini ko'rib chiqdik.
qaysidir jihatda mayli bizni levelimiz u insonni aytgan darajasiga chiqmadi, lekin ozgina bo'lsa ham yaxshilandi. Yoki bo'lmasam ozish. Kimdir ozdi va aytdiki, men mana shu ovqatlarni ratsionimga qo'shdim, har kun mana bu narsani yedim, har kun 2,5 litrdan suv ichdim va meni ozishimga shu narsa yordam berdi dedim masalan. Biz ozgina qo'llab ko'rdik, qanaqadir natija bizda tez bo'lmadi, lekin baribir organizmimiz qandaydir jihatda 2,5 litr suv ichishga o'rgandi. Masalanda o'shani aytgan informatsiyasiga ko'ra to'g'ri ovqatlanish bunday yo'l ham bor ekan deya qandaydir o'zingizga bir yaxshi bir informatsiya oldingiz do'stlar, va shunaqa qilib sekin maqsadlarimizga qarab yurishni boshlaymiz va yo'l-yo'lakay ko'p yaxshi narsalarga erishamiz do'stlar. O'rganamiz, ko'p narsalarni o'rganamiz. Masalan, kimdir sizga kitob maslahat berdi, siz ko'rdingizki, ha bu kitob o'sha oldingiz, lekin tushundingizki bu kitob sizga qandaydir foyda olib kelmaydi. Sizni levelingizni yaxshilamaydi. Boshqa insonga yordam bergan bo'lsa ham sizga unchalik yordam bermadi, lekin siz o'sha shu kitobni borligini bilasiz. Siz shu kitobni qanday yozilganini bilasiz, qanday qo'llash kerakligini bilasiz. Tushunyapsizlar, nima deyotganimni? Va sizlar uje miyalaringiz bir zo'r informatsiyani oldi. Ertaga bir boshqa bir krugga tushganlaringizda ham, masalan, sizlardan so'rasa, sizlar o'zingizlarning fikrlaringiz bor bu kitob haqida-da. Masalan, kimdir aytsa, "Men shu kitobni olmoqchiman, nima qilsam ekan?" desa, siz uje shu kitob haqida представление имеете. Fikrlaringiz bor. Uje sizga o'sha maslahat qandaydir sizni bir interesli odam qildi-da. Sekin-sekinlik bilan informatsiya sizga yordam berdi. Masalan, shaxsan meni o'zim mana shu arab aviakompaniyalariga ishga topshirishdan avval juda ham ko'p stewardessalarga ishlayotgan, juda ham ko'p insonlardan maslahat olganman. Ko'pchiliklari menga maslahat berishgan va men o'sha optim, o'sha so'raganim, uyalmasdan, masalan, kibrimni olib tashlaganim bugungi kunda menga juda ham katta yordam beryapti. Qanaqa yordam beryapti deyishlaringiz mumkin. Men hozir sayohat qilyapman, to'g'rimi? Men hozir mana Maldiv orollaridaman. Men hozir shunday ko'chaga chiqib turib, istalgan odamim yoniga borib, yo'lni so'rashim mumkin. Men uyalmayman bu narsadan. Yoki yordam so'rashim mumkin. Adashib qolsam menga ko'rsatib yuboringlar deyishim mumkin-da. Menga o'sha uverенность berdi-da bu narsa. Men masalan yoki men ishxonamda xohlagan insonim bilan tez-tez til topishib gaplashib ketishim mumkin yoki passajirlarga borib turib qandaydir kompliment berishim mumkin. Men bu narsadan o'sha uyalmayman. Chunki men o'sha yo'l-yo'lakay maqsadimni amalga oshirmoqchi bo'lgan paytim o'sha bir o'q bilan ikkita quyonni urib, yo'l-yo'lakay networking qanaqa ishlashini ham o'rganganman. Kimlar uchundir boshqa narsa bo'lishi mumkin. Boyada tepada aytganimdek kitob masalan fikrlaringizni kengaytirishi mumkin. Sizlar bir krugga tushib qolganlaringizda o'sha sizlar qanday gapirishni bilishlaringiz mumkin. Siz o'sha maqsadingizga erishish uchun ham o'sha narsani qo'llayapsiz. Sizga yordam beradi, kichkina bo'lsa ham. Masalan, menga aytishganki, men mana bu saytdan topshirganman. Masalan, oddiyda, men mamlaqa yozganman CV'mda, men o'zim mamlaqa ko'rsatganman yoki menga intervyuda mamlaqa savol berishgan, men mamlaqa o'zim tutganman deganlar, men o'shalarni o'zim uchun kombo yaratganman. Ha, men bu yerda men bu yerda mamlaqa qilaman, men bu yerda mamlaqa qilaman. Ana o'shanda menga natija kelar ekan deb men kombo yaratganman o'zim uchun. To'g'ri bo'lgan komboni yaratganman va o'zim uchun shu narsani primat qilganman. Menga yo'l-yo'lakay ham maqsadim amalga oshishiga informatsiyalar yordam bergan, ham shaxs sifatida rivojlanishimga yordam bergan. Bu narsa juda muhim. Va bilasizlarmi, o'sha yuqorida aytganimdek, maqsadlarni har bir kichkina bo'lakchalarga bo'lib, steplarga bo'lib, har safar uni amalga oshirayotganini ko'rsanglar, o'zingizga bo'lgan ishonch oshadi. O'zingizga bo'lgan muhabbat oshadi. O'zingizga bo'lgan samootsyenka oshadi. Masalan, samootsyenka deganda ko'pchilik masalan tushunadiki, kimdir unga kompliment bersa, bu samootsyenkani ko'taradi deydi. Masalan, deydi, menga deydi, ana o'rtog'im kompliment berdi, ko'ylaging juda yarashibdi deb aytdi. O'sha kuni o'sha insonni, kompliment olgan insonni kayfiyati zo'r bo'ladi, samootsyenkasi ko'tariladi. Lekin oradan vaqt o'tgandan keyin, bir kun, ikki kun o'tgandan keyin o'sha ko'ylakni kiyib yana tashqariga chiqdi, unga hech kim e'tibor bermadi, samootsyenkasi o'sha tushadi. Bu shatayish, ya'ni o'ynaydigan samootsyenka. Maqsadlaringizni kichkina qadamlarga qo'yib, har bir qadamini uddasidan chiqayotganingizni ko'rsangiz,
sizni shatatsiya qilmaydigan samootsyenkangiz ko'tariladi, ichki samootsyenkangiz ko'tariladi. Siz уже kimgadir borib informatsiya olishdan uyalmaydigan darajaga chiqasiz. Siz chunki bilasizki, ha, men bu narsani uddasidan chiqdim. Men buni uddaladim. Demak, men dostoyniy insonman. Demak, men bu narsani qila oladigan insonman deya samootsyenkangiz ko'tariladi va energiyangiz ham o'zgaradi. Buni insonlar уже his qilishni boshlaydi. Siz o'zingizni samootsyenkangiz ko'tarilgandan keyin kibr umuman yo'q bo'ladi. Ko'pchilik noto'g'ri fikrga boradi. Masalan, samootsyenkasi baland inson har doim burnini ko'tarib yuradigan inson deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Samootsyenkasi baland bo'lgan inson o'zini hech kim bilan tenglamaydigan, o'zini kimligini tushunadigan, qanday maqsadlariga qanday qiyin yo'llar bilan erishganini biladigan va biladiki, oldiga bir boshqa maqsad qo'ysa, hozir uni ham uddasidan chiqishiga ichidan ishonadigan inson o'ziga uverenniy samootsyenkasi baland inson bo'ladi. Masalan, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, meni trening kollejda birinchi o'quv kunimdan men ko'rganmanki, meni batchmetlarim ko'pchiligi yevropalik, ko'pchiligi ingliz tilini universitetda mutaxassisligi tarjimon bo'lgan yoshlar bo'lgan do'stlar. Men orasida ingliz tilini faqat 9 oyda o'rganib kelgan inson va albatta men miyam bilan tushunganmanki, ularning ingliz tili leveli bilan meni levelim hech qachon bir levelda bo'lmaydi. Meniki albatta jicha pastroqda bo'ladi. Men qanaqadir joylarda yaxshi tushunmay qolishim mumkin, qanaqadir narsalarni to'g'ri tushunmay qolishim mumkin. Men o'zimga o'zim aytganman, Xurshida, to'g'ri, saniki u darajada zo'r emasdir. Sen bittada gapirganda 100% tushuna olmayotgandirsan. Lekin bu временный narsa. Sen bilasanki, sen 9 oyda o'rganib kelgansan. Bu insonlar butun umrini ingliz tili sarflashga o'rgangan yoki вообще kimlarnidir ona tilisi bu narsa. Sen nima uchun o'zingni ular bilan solishtirishing kerak? Sen уже shunaqa insonlarning qatoridasan, qizim. Sen уже shu narsaga erishding. Sen shular bilan 2 oydan keyin teng maosh olasan, teng joylarga borasan, teng joyda ishlaysan. Sen уже hayotingni ishonib bo'lmas darajada o'zgartirding. Kimlardir yillab qadam tashlab kelgan narsaga sen 9 oyda kelding. Nahot o'zingdan faxrlanmasang, nahot sen o'zingni yana kimlardir bilandir solishtirayotgan bo'lsang deb shu darajada men o'zimga o'zim samootsyenkamni oshirganda bu narsa men maqsadimga erishishim. Shu darajada o'zimga ishonganman. Men o'sha payti ham, masalan, qayerdadir tushunmay qolsam ham, har doim trenerimizdan shunday qo'limni shartta ko'tarib, iltimos qaytarib yuborgin, men tushunmadim. Menga tushuntirib bergin. Даже juda ham ko'pchilik biladi, aviatsiya terminologiyasi bu juda ham qiyin. Buni hatto o'zbek tilida yoki rus tilida o'rgansak ham qiyin bo'ladi. Ingliz tilida gapirmasam ham bo'laveradi endi bu narsani. Men o'sha narsani soddalashtirib tushuntirib bergin. Men buni yaxshi tushunmadim. Men betini qaytarib bergin deb uyalmasdan borib, so'rab, har bir kelgan o'qituvchiga men oldindan aytganman, meni ingliz tilim bularnikidaqa bo'la olmaydi. Men 9 oyda o'rganganman, lekin men har kun harakat qilyapman. Buni yaxshilayapman. Men intervyudan o'tdim. HRning savollariga to'g'ri javob berdim. Ana shuning uchun men bu yerdaman. Men hozir shuncha ekzamendan o'tdim. Men har kun ingliz tilida gaplashyapman. Dohada magazinga boryapman, ingliz tilida gaplashyapman. Men uddasidan chiqyapman. Bu qiyin terminologiyalar men uchun ozgina qiyin bo'lyapti, lekin men buni uddasidan chiqaman. Menga soddalashtirib tushuntirib berdiganman. Har bir o'qituvchim meni bu gapimni eshitgandan keyin men juda ham qoyil qoldim senga degan. Men hamma batchmetimdagilar hurmat qilgan. Juda ham qoyil qoldik, to'g'risi bu narsa oson emas. Hatto ona tili ingliz tili bo'lganlar uchun oson bo'lmagan. Meni bitta batchmetim bo'lgan, South Afrikalik, ya'ni URdan, bilganlar biladi, ularni ona tilisi ingliz tili. Ko'pchilik millatlar yerda ingliz tilida gaplashadi. O'shadan kelgan qizi 3-4 marta imtihondan yiqilgan. Men lekin yiqilmaganman. Chunki men o'zim ustimda ishlaganman. O'zim bilan o'zim kelishib olganman. Maqsadim o'sha payti maqsadni o'zimga qo'yganmanki, men shu 2 oyda jonimizni jabborga berib o'qiymiz Xurshida, qo'limizdan kelganini qilamiz, Allohga tavakkal qilamiz. Sen uddalading, qizim, bu yog'ini ham uddalaysan. Sen harakat qilasan deb men o'zimga o'zim berganman. Men bironta ekzamenni yiqilmaganman, ikkinchi marta topshirmaganman. Hammasini bittada
eng kam olgan ballim 93 ball bilan bo'lib, men o'tib ketganman ekzaminlardan. O'zimizga bo'lgan ishonchimizni ham bu narsa oshiradi. Bizga qanaqadir darajada maqsadlarimizni, nafaqat maqsadlarimizni amalga oshirishga yordam beradi bu kichkina steplar. Bu narsa biz o'zimizga bo'lgan ishonchimizni ham oshiradi, do'stlar. Umid qilamanki, men sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan fikrlarimni to'g'ri yetkazib berdim. Umid qilamanki, sizlar ham bu yo'llarni qo'llab o'z maqsadlaringizni sekin-sekinlik bilan amalga oshirishni boshlaysizlar. To'g'ri tushunaman, bu qandaydir oson yo'l bilan amalga oshirishdir emas, lekin bu natijaga olib keladigan usullar, natijaga olib keladigan yo'llar, do'stlar. O'zingizlar bilan kelishib olinglar, o'zingizlarga tushuntiringlar, nima uchun qilayotganlaringizni va hayotlaringizni yaxshilanglar. Xudo xohlasa, kelasi videomda assessment'im qanaqa o'tgan, 2025-yilda arab aviakompaniyalariga qanday qilib ishga topshirish mumkinligi haqida video qilaman, do'stlar. Mana shu videomga ko'proq like bosing va kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, albatta bu narsani sizlar bilan bo'lishaman, do'stlar.